Ha, davay. DPS ochdi. DPS'ni ochamiz, ha. Moshinchani bosing. Moshinchani bosamiz. Tak, 6-14 ga turadi bu. Qolganiga teginmang. 6-14 tursin, Ha, qolganiga teginmang. Hozir biza Captiva'ni chekini o'chiramiz. O'sha 0.69 ashibkani benzin asosga proshivka qilamiz. Bo'ldi. Endi get controller info ga kiring. Mana get controller info. Mana shu. Ha. Tak, endi mana bu yerdan adresini 13 qo'ying. Mana 11 ni o'chiring. 11 ni o'chiring. 13. 13 qo'ydingizmi? OK ni bosing. OK bosdim. Ha, bu yoqdan. Ha, pastdan OK ni bosasiz. OK bosavering. Tak, to'xtang endi, to'xtang. Read info qilamiz endi. Read info. Ha, Schematic 2 Pro mi? Ha, 2 ni tanlab продолжить qilamiz. 2 ni tanladik. Asosda bo'lsang-da, to'xtang. Bo'ldi, ketdi bu. Hozir chitini ketyapti. Benzin asosga proshivka. Ta bo'ldi. Ana yo, OK bosma, hech nima qilmang. Shoshmangda siz. Ha. Mana bu yerda pasportini ko'rsatadi. Mana shu pasport. Ana endi Model idan pasport. Ha, ana shu joyini rasmga tushiring telefoningizga. Tak, fotografiya. Bo'ldi. Ana endi qarang. Rasmga tushirgandan keyin bizlar точно mana shu pasport bo'yicha, kalibrovka topishimiz kerak, programma topishimiz kerak. Hozir. Mana shu pasport chiqqandan keyin обязательно OK ni bosish kerak. Mana u cancel ni bosib yubormaslik kerak. Chunki mana qarang pastida, mana pastida no win deb yozyapti. Ko'ryapsizmi? Win nomer yo'q deyapti. Win nomer paydo bo'lish uchun OK ni bosing-da hozir paydo bo'ladi. Qarang mana bu yerda. Ana win nomer paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Ana endi mana shu yerga pauza qilib turamiz. Proshivka birinchi topishimiz kerak. Buni papkani. Yo'q. Rasmni oching siz. Rasmga tushirdingiz-ku. Ochdim rasmni. Yo'q, rasmga tushirdingiz siz, ha. Bunaki rasm. Ha, ana shu rasmni kattaroq qiling-da. Mana shu nomerga hozir biza proshivka topamiz. Qarang, 11 91 47 63 78. Ya'ni oxirgi raqamlariga qaraymiz. Mana boshi shart emas bu tomonlari. Mana 11 91 47 63 78. Mana shunaqa proshivka topamiz hozir kompyuterning ichidan. Bo'ldi. Mana proshivkamizni hozir bu papkaga proshivkamiz bor. Ochamiz. Ha, raqamlari boyagi bilan bir xil. 91 47 78 63. Bo'ldi. Endi tak zamok yoqilgan. Tak DPS ni ochamiz. Ana endi qarang. Tak, mana bu yerga обязательно yana bir bor e'tibor beramiz, win kod bo'lishi kerak. Select callni bosamiz. Proshivka tanlash uchun. Select call рабочий stol. Tak, qani bizlar рабочий stol. Mana рабочий stol. Рабочий stolga bizlarga mana bu ikkinchi papkaning ichiga adashmasam, mana proshivkamiz. Proshivkani ochamiz. Открыть qilamiz. Mana открыть bo'lgandan keyin mana programni bosmaymiz. Sразу mana bu tomonga ketamiz. Mana bu program bor tepada. Programga bosamiz. Populate degan narsa bor, mana ko'ryapsizmi? Mana populate with 2 degan. Populate ni bosamiz. Mana qarang, o'sha proshivka chiqdi. Ko'ryapsizmi? Ha. Ana endi populate ni bosamiz yana bir marta. Ha, da deb so'rayapti. Da qilamiz. Zamok yoqilgan, ha? Da ni bosamiz. Programni qilamiz endi. Tak, programni bosamiz. Загрузка ketyapti hozir. Mana bu yerga protsent ko'rsatadi. Mana. Finish. Programma успешно завершена.
Kalirovka bo'ldi, ha? Kalibrovka bo'ldi. Aynan ana shu uslubda yozish kerak. Boshqa qilib yozsangiz 100% uxlaydi kompyuter. Miya, benzin asosli miyasi 100% uxlaydi. Восстановление bo'lmaydi hech nima bilan. Almashish kerak bo'lganki. Yangi blok qo'yish kerak bo'ladi, ha. Bo'ldi. Endi Qanday o'chiramiz? bo'ldi, zamokni o'chiring, bo'ldi. Tamam, o'chiraman. Ha. Zamok. Programdan chiqib ketaman. Ha, bo'ldi, u yoqdan chiqib keting. Ha, bo'ldi. Chiqib o'zim chiqaraman. Ha, bo'ldi. Ishimiz tugadi. Ana endi xudo xolasa zavod qilsak, chek gaz uchun yonmaydi. Nasosdan chek yonmaydi, simni ketsak ham. Ha, yo'q, chek yonmaydi. Chek yonishi mumkin boshqa prичина bilan. Mana masalan motorga qanaqadir Tushunarli. ashibga bo'lsa, o'shani 069 yonmaydi. yo'q. Ana shu kerak bo'ldi.